qarindoshlar, endiki navbat Dardam to'y yesiga yetdi. Bizga bergan omonatni yetkazishga niyat qildik. Biz bilan birga bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun mana biz Dardam to'y yesida, ya'ni bo'lsin Dardam to'y yesining masjidida biz bu qo'limdagilar namoz o'qish ulgulari, ya'ni o'g'laniki ham qizlarniki. Ularni men shu Dardam to'y yesining bosh imomi Farhod akamizga bergan bo'lsam, namoz o'qimaydiganlar bo'lsa, shu Farhod akaga kelib, meni so'rasanglar bo'ldi. Farhod aka yol yorug'ini ko'pittirdi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu söz rahmetiga o'tgan yoshlar ovoziga rahmat, Allohning rahmati bo'lsin ularga. Har bir qadamda, har bir ishda Alloh o'zini rahmatini shakirdi. Yomonlarni ko'zini tutdi. Kelajakda mana yoshlarga ko'pishga Alloh yarab bersin Alloh. Har doim qadam o'ngishli bo'lib, yurtimizda boshliq uyimizda memleketimizda boshliq bo'lishini ko'pishga Alloh yarab bersin Alloh. Allohum Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alloh. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Biz yoshlar ovozi bizga bergan omonatni mana Dardam to'y yesiga kelib 10 bolaga topshirdik. Aka, oldingizmi? Oldik. Rahmat. Sizlarga mushtilik qilgan xayr savob ishlaringizga ming qattiq shukr. Shu bolalarniki niyat qilib akagan qodarkanlarga ming qattiq shukr. Chiqib, shu bolalar yaxshi odamlardan bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat, hadasiz. Bugungi sizlarga yoshlar ovozidan kelgan qadrlaringizga rahmat. O'shunda qazo uyg'urlamay 10 bolaga tarqatdingizlar. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga.